Sizda ham hech shunaqa bo'lganmi? Shunchaki bitta yangi ko'ylak xarid qilmoqchi bo'lasiz, lekin uyga qaytayotganingizda unga mos shim, oyoq kiyim yoki hattoki yangi sumka ham ko'tarib kelasiz. Bu tasodif emas, siz shunchaki Diderot effekti tuzog'iga tushgansiz. Men ismim Sardorbek. Bugun biz siz bilan James Clearning Automodotlari kitobidagi eng xavfli psixologik tushuncha va u siz bilan mening hamyonimizni va hayotimizni qanday o'zgartirayotganligi haqida gaplashamiz. Keling hammasini 18-asrdagi bir faylasufning achchiq haqiqatidan boshlaymiz. Denis Diderot 18-asrdagi fransuz faylasufi. U juda aqlli, zehnli inson bo'ladi, lekin shunga qaramasdan kambag'al hayot kechiradi. Uni qo'liga katta miqdorda pul tushadi va u o'ziga dastlab yangi xalat sotib oladi. Bu xalati shunchalik betakror ediki, endi uni uyidagi har bir narsa unga g'aribona ko'rina boshlaydi. U dastlab o'zini eski kreslosini alishtiradi, unga moslab yangi stolini va shu tariqada butun uyni jihozlarini alishtirib chiqadi. Oradan vaqt o'tganidan keyin uni qo'lidagi pul yo'qoladi, yana kambag'al hayotiga qaytadi. Men oldingi xalatimni mutloq egasi edim, yangisini esa quliga aylandim deydi. James Clear Automodotlari kitobida bu holatni quyidagicha izohlaydi. Yangi mahsulotlar yangi xarajatlarni olib keladi. Biz barcha kiyimlarimizni bir xil rangda yoki bo'lmasa bir xil brendda bo'lishini xohlaymiz. Xo'sh, unday bo'ladigan bo'lsa qanday qilib pulimizni va asabimizni saqlab qolishimiz mumkin? James Clearning Automodotlari kitobida 3 ta oltin qoida keltiradi. Ulardan birinchisi yangi mahsulot kelganda eskisidan voz kechish. Yangi mahsulot xarid qildingiz va o'rnidagi eskisidan voz kechasiz. Shu tariqada zanjir uziladi. 48 soat qoidasi. Qanaqadir qimmatbaho mahsulot xarid qilmoqchi bo'lganingizda yoki qanaqadir yangi mahsulot, gadjet xarid qilmoqchi bo'lganingizda 48 soat sabr qiling. Dopamin portlashi. Biz yangi mahsulot ko'rganimizda miyamizda dopamin ajralib chiqadi va miyaning mantiqiy fikrlash qismi o'chadi. 48 soatdan keyin esa o'sha dopamin tarqaladi. Boridan qanoatlaning. Diderot o'sha eski xalati bilan ham baxtli edi to u yangi xalatiga duch kelmagunicha. Denis Diderotni 18-asrdagi o'sha fikrini bugungi zamonamizning eng mashhur insonlari ham ta'kidlaydi. Ulardan biri Pavel Durov. Siz egalik qiladigan narsalar sizga egalik qilish bilan tugaydi. Xullas, boriga shukr qiling. Ortig'idan ehtiyot bo'ling. Ko'rishguncha.